deyman berasiz. Qarang, bu loyihani rus programmasi yaratgan Aleksandr Vasilesov karantin vaqtida yaratgan. Ya'ni nima maqsadda yaratgan? Kambag'allikni qisqartirish maqsadida bu loyihani o'ylab topgan. Bilasiz, karantin vaqtida insonlar hech qayerga chiqolmadi, ya'ni uyda bo'lib qoldi asosan. Hech qayerga chiqolmadi. Shu sababli mana shu loyihani o'ylab topdi. Ya'ni mana shu Darupalcha, ya'ni sovg'a ber, sovg'a ol degan loyihani o'ylab topdi. Bu Telegram bot orqali ishlanadi. Men sizga botni tartibini noldan tushuntiraman. Faqat sabr bilan oxirigacha eshiting. Demak, ekranim ko'rindimi? Telefonim ekrani. Ko'rindi. Ismingiz nima? Ismingizni aytib qo'ying bitta. Behruz. Behruzbek, qarang. Siz bu loyihaga bu yerda kashlog yo'q. Xavfsiz taraflari nimada? Kashlog yo'q. Pul bittaga tashalmaydi. Pul o'zaro ichkariga emas, tashqaridan aylanadi. Xavfsiz taraf shunda, hech qanaqa pasport yoki bo'lmasa shaxsiy ma'lumot kiritmaysiz. Eng asosiysi shu. Demak, ish jarayoni qanday bo'ladi? Siz boshlang'ich doskasidan kirib kelasiz. Ya'ni mana shu doskadan kirib kelasiz. Men bu yerda mana 61 ta hamkorim bor. 12 marta daromad olganman. Ya'ni 12 marta 1.600.000 so'm daromadimni olganman. Siz bu doskada mana meni o'zimman, Xudo berdiman. Mana bu bo'sh kataklardan hamkorlar keladi. Ya'ni men biznes hamkor taklif qilsam, mana shu bo'sh kataklardan joy oladi. Joy olgandan so'ng mana shu bo'sh kataklar hamma bu yerda Zvezda, Ravshan, bu yerda mana bu Gulshidoxona hamma taklif qiladi. Siz tushdingizmi? Bir taraflama ishlaysiz, ya'ni o'zingiz taraflama. Bu yerda takliflar bo'lgandan so'ng siz bo'sh kataklardan birida joy olasiz. Biznes hamkor taklif qilib kelasiz. Reklama asosida men reklamalar tashlab beraman sizga. U taklif qilgan insoningizdan siz bir so'm pul olmaysiz. Ya'ni u taklif qilgan insoningizdan siz foiz ham yo daromadni ham olmaysiz. Faqatgina u siz bilan birgalikda mana bu daromad oluvchiga joyiga tushish uchun birgalikda siz bilan harakat qiluvchi inson hisoblanadi. Tushundingiz? Bu yerda bitta siz emas, biznes hamkorlar juda ko'p ishlaydi. Mana shu yerdagi 3 ta mana Xudoyberdi, Ravshan, Zvezda va Gulshidoxon bilan 4 talar hammalari biznes hamkor taklif qiladi. 4 ta to'lishi bilan yashilga, quruvchiga va yaratuvchiga va daromad oluvchi joyga tushasiz. Bu yerda faqatgina taklif qilib ishlanadi. Ya'ni biznes hamkorlar siz o'zingizni ikkitaligingiz olib keldingizmi? Hamkorlaringiz ham o'zini ikkitalik hamkorini olib keladi. Siz bu yerdan doimiy ravishda 1.600.000 so'm daromad olasiz. Daromad qanday bo'ladi? Registratsiya jarayonini ro'yxatdan o'tgandan so'ng mana sovg'a oluvchi haqida ma'lumot degan tugmasini bosasiz. Qabul qiluvchi bilan bog'lanish deb yozasiz. Salom, sizga sovg'amni katta raqam tashlaysiz. Va u inson sizga katta raqamini tashlaydi. To'lov qilib chekin tashlagandan so'ng sizni tasdiqlab qo'yadi. Tasdiqlagandan so'ng botingizga xabar keladi. Siz faollashdi, ya'ni botni bemalol boshqara olasiz. Daromad shu uchun beriladi. Ya'ni pul nima uchun beriladi? Pul sizni qabul qilib, tasdiqlab qo'yib, botingizni boshqarish uchun daromad berasiz. Bu yerda boshqa narsa uchun emas. Ko'p insonlar tushunmaydi. Daromad nima uchun deydi? Daromad nima uchun beriladi deydi. Mana shu botni bemalol boshqarishingiz uchun, mana shu botda doimiy faoliyat olib borishingiz uchun to'lov qilasiz. Bu doskasidan doimiy 1.600.000 so'm daromad olganingizdan so'ng istaysiz, siz albatta 200 ni 1.600 qilgandan so'ng biznesni davom ettirishni. 3 ta daromadingizni, ya'ni 600.000 so'mni bronzaga qo'ysangiz, bir 600.000 so'mdan siz mana men уже 5 ta hamkorim bor, 3 marta 600.000 so'mdan 8 ta insonni olib bo'lganman. 600.000 so'mdan daromad olasiz ikkinchi doskasida. Qanday bo'ladi? Bu yerda xuddi shunaqa boshlanishda taklif qilgan 200.000 so'mdan taklif qilgan insonlar ham daromadini olib, yuqori doskalarga siz bilan chiqadi birgalikda. Jamoa bo'lib ishlanadi, komanda bo'lib. Bu yoqqa chiqqandan keyin sizning hamkorlaringiz bu yerdan ham daromadlaringizni olasiz. Xuddi shunday strategiyasida ketadi. Ya'ni kumush doskasi ham, oltin doskasi ham xuddi shunaqa ketaveradi. 1.800.000 so'mlik doskasi ham bir xil ravishda ketaveradi. Va olmos va titan doskasi hech kim taklif qilishi shart emas. Dunyo bo'yicha reyting bo'yicha hamma navbatma-navbat pulini oladi. Faqatgina hamma kichkinagina 200.000 so'm bilan boshlanyapti. Bilasiz, 200.000 so'm bilan hech qayerda biznes qilib bo'lmaydi, lekin mana shu loyihada juda ham ajoyib biznes qilsa bo'ladi. Savolingiz bormi? Bekzod dedimi ismingiz? Behruz. Aha, Behruz, savolingiz bormi? Tushundingizmi biznesni? Tushunmagan joyingiz bo'lsa, bexijolat beravering. Mana sizga savol tug'ilishi mumkin. Qarang, menga berishingiz mumkin savol, bu loyihani egasiga nima foyda deb. Bu loyihani egasi ham bizga qator ishlaydi. Biza qanday ishlasak, xuddi shunday ishlaydi. Va ikkinchi plyus tarafi u albatta u
programmist bo'lgandan so'ng 3 ta kanali bor. Mana shularga reaksiya bossak, u reaksiyalar orqali ham daromad qiladi. Keyin bularni bizga ham foydasi tegadi. Ya'ni biz faol bilamiz. Misol uchun siz oq doskasidan keldingiz, mana bu reaksiyalarni ko'proq bosib, doskangizni ko'proq ko'rib tursangiz, siz oq doskasidan to'g'ridan-to'g'ri sariqqa, mana bu yaratuvchi joyga tushib qolishingiz mumkin. Ya'ni daromad oluvchiga bir qadam qolgan joyda siz faol bo'lsangiz, mana shunaqa doskangizni ko'rish. Doskani ko'rish qanday bo'ladi? Mana mening taxtalarni bosasiz, boshlang'ich taxta, taxtani rasm bilan ko'rsatish. Mana shu faollik degani. Shuni ko'proq qilib reaksiya bosib tursangiz, siz to'g'ridan-to'g'ri sariqqa ham o'tishingiz mumkin. Faqatgina daromad oluvchi joyga biznes hamkor bilan o'tiladi. Savolingiz bormi? Bo'lsa bering, bexijolat javob beraman qo'ldan kelgancha. Savolingiz bo'lsa. Shunda biz boshida shu hamkorlarni taklif qilishimiz kerak, o'zimizga o'xshagan, Xuddi o'zimiz shunday. qatoriga. Ha, albatta pul bo'lgan insonlarni taklif qilib kelasiz. Albatta siz hali shogird bo'lganingiz uchun men sizni shogirdlaringizga ma'lumot berib dars beraman. Ya'ni siz daromadga chiqib, bo'ldi ustoz, men o'zim mukammal bo'ldim, men o'zim ham ma'lumot bera olaman degunizcha, men siz shogirdlaringizga dars beraman. Ya'ni o'rgatib, tushuncha berib turaman daromadga chiqqaningizcha. Tushundingiz? Yana savollaringiz bo'lsa bemalol.